Yakuniga yetib borayotgan haftada mamlakatimiz muhim yorqin voqeaga mezbonlik qildi. 7-11 iyul kunlari Toshkent, Samarqand va Termiz shaharlarida Islom sivilizatsiyasi birinchi xalqaro forumi bo'lib o'tdi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan Din ishlar bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, ISESCO va boshqa bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etilgan ushbu forum dunyoning 50 ga yaqin mamlakatidan 500 dan ziyod ishtirokchilarni, xususan islom dunyosining nufuzli shaxslari, islomshunos olimlarni bir manzilga jamladi. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة Muqaddas islom dinining asl mohiyati ilm va ma'rifatga intilish, bag'rikenglik, bashariyatga yaxshilik qilish. Zero Qur'oni Karimning Iqro, ya'ni o'qi degan abadiy da'vati insoniyat baxt saodati uchun yo'lchi yulduz vazifasini bajarmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning g'oyasi va tashabbusi bilan barpo etilgan noyob, yirik, ma'rifiy platforma Islom sivilizatsiyasi markazi va unda ilk marotaba o'tkazilgan birinchi xalqaro islom konferensiyasi forumi ham dinimizning insonparvarlik mohiyatini jahon hamjamiyatiga xolis etkazish, uning ilm, fan, madaniyat va ma'naviy taraqqiyotga qo'shgan ulkan hissasini namoyish etish, tadqiq etish va keng targ'ib qilishdan iborat. Anjuman avvalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi ishtirokchilariga murojaatini Prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi. Aziz mehmonlar, O'zbekistonning qadimiy va mehmondo'st zaminida ilk bor o'tkazilayotgan Islom sivilizatsiyasi xalqaro forumining ochilishi munosabati bilan sizlarni samimiy tabriklayman. O'zbekiston xalqaro hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan qo'shma loyiha va tashabbuslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga doimo tayyor. Buning uchun Islom sivilizatsiyasi markazida fundamental ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, xalqaro forum va konferensiyalar tashkil etish, qo'shma nashrlar tayyorlash, ta'lim dasturlarini amalga oshirish hamda jahonning yetakchi ilmiy va madaniy markazlari bilan keng ko'lamli gumanitar hamkorlikni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Sizlar forum doirasida Samarqand va Termiz singari tarixiy shaharlarimizda buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosiga bag'ishlangan anjumanlarda ishtirok etar ekansiz. Yurtimizda diniy ma'rifiy qadriyatlarni tiklash va asrash, tinchlik va bag'rikenglikni mustahkamlash, umuman yangi O'zbekistonni barpo etish borasida amalga oshirilayotgan ishlarimiz bilan yaqindan tanishasiz. Sizlarni yana bir bor chin qalbdan qutlab, barchangizga sihat, salomatlik, sharafli faoliyatingizga rivoj, forum ishiga esa muvaffaqiyat tilayman. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, muhtaram Prezidentimizning chuqur ma'no va dasturiy ahamiyatiga ega tarixiy murojaatlari, ezgu tilaklari hamda forum doirasida ilgari surgan muhim tashabbuslari uchun barchangiz nomidan yana bir bor hurmatli Prezidentimizga samimiy minnatdorlik va tashakkurimizni bildirishga ruxsat bergaysizlar. Forum nufuzi va ko'lami jihatdan nihoyatda ahamiyatli. Unda butun musulmon olamining bosh muftiylari, 50 dan ortiq mamlakatdan siyosat, madaniyat va din arboblari, vazirlar, yetuk ulamolar, akademiklar, 500 ga yaqin xorijiy olimlar, shuningdek ISESCO, IRSICO, Islom olami uyushmasi, Turksoy kabi xalqaro tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdi. Bugun mana bu forum dunyo musulmonlariga bitta narsani beryapti. Birlashib har qanday xavflarga qarshi tura olamiz. Birlashaylik degan. Hammamiz bir kuch bo'laylik. Mana shunday hammamiz jipslashib
Mana bu qaysi davlat, qaysi mintaqa, qaysi shayx, qaysi olim bo'lishidan qat'iy nazar bir mush bo'lsagina bu kuchga aylanadi. Bu o'zgacha platforma bo'ldida Shavkat Miromonov 3-renessans dedi-ku. O'sha 3-renessans tak o'sha yerdan boshlanadi. Men o'ylayman O'zbekiston hozirgi mezgilda geopolitikadagi, madaniyatdagi, boshqa yerlardagi, sportdagi cho'ng yutuqlarga yetyapti. Xalqaro kuzatuvchilar fikricha, bunday muloqot maydoniga ehtiyoj so'nggi yillarda dunyoda diniy murosasizlik, ekstremizm va islomofobiya bilan bog'liq bahslar kuchaygan bir davrda yanada ortmoqda. İslam dünyasının Ushbu forum faqat O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo, umuman olganda butun insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega. Bugun xalqaro munosabatlar tizimi jiddiy sinovlarga duch kelayotgan, beqarorlik kuchayib borayotgan bir davrda islom barcha xalqlar va davlatlarga tinchlik, bag'rikenglik va o'zaro toqatlilik g'oyalarini yetkazmoqda. Shu nuqtai nazardan men bu forum doimiy an'anaga aylanadi deb o'ylayman. Bejizga u birinchi forum deb nomlanmagan. Demak, uning ikkinchi, uchinchi, beshinchi va keyingi forumlari ham bo'lib o'tadi. Forumning asosiy ish kunidan bir qancha media voqealar va taqdimotlar o'rin oldi. Jumladan, mazkur xalqaro forumning xorijiy bosh hamkor tashkiloti bo'lgan Islom olami ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti ISESCO bosh direktori Dr. Salim Al-Malik tomonidan 3 muhim tashabbus keng jamoatchilikka ma'lum qilindi. ISESCO O'zbekiston bilan mustahkam hamkorlik qilib kelmoqda. Buning yorqin namunasi Islom sivilizatsiyasi markazidagi ISESCO xattotlik va qo'lyozmalar markazidir. Forum doirasida islom sivilizatsiyasi tarixini ta'lim tizimiga keng joriy etish, sivilizatsion diplomatlar xalqaro tarmog'ini tashkil etish hamda islom sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasi uchun Shavkat Mirziyoyev nomidagi xalqaro islom sivilizatsiyasi mukofotini ta'sis etishni taklif qilaman. Bugun O'zbekistonning fuqarolik jamiyati, ijtimoiy adolat, iqtisodiy taraqqiyot va tashqi siyosat sohalarida erishayotgan yutuqlari xalqaro tashkilotlar tomonidan yuksak e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev janoblariga va mamlakat rahbarlariga oqilona siyosati va ezgu sa'y-harakatlari uchun samimiy tashakkur bildiraman. Kabai Sharif imomi Shayx Solih ibn Abdulloh ibn Humaytning forumda ishtirok etishi anjumanning eng e'tiborli voqealaridan biriga aylandi. U dastavval markaz faoliyati bilan tanishdi, faxriy mehmonlar kitobiga O'zbekiston haqidagi iliq taassurotlarini yozib qoldirdi. Bismillah, alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oilalari va barcha sahobalarga salovat va salomlar bo'lsin. Bugun men uchun nihoyatda muhim va quvonchli voqea bo'ldi. Chunki buyuk xalqning boy va qadimiy tarixi haqida ko'rganlarim va eshitganlarimdan juda katta taassurot oldim. Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi, Samarqandda Imom Buxoriy, Imom Motrudiy markazlari, Termizda Imom At-Termiziy kabi ilmiy tadqiqotlar markazlari tashkil etilgani uchun Prezident Shavkat Mirziyoyev janobi oliylarga alohida minnatdorchilik bildiraman. Bu juda xayrli va yuksak e'tirofga loyiq. Muborak tashabbus bo'lib, yangi O'zbekistonda haqiqatda 3-renessans barpo etilayotganidan darak beradi. Forum nafaqat ma'ruzalar maydoni, balki ochiq muloqot, yangi g'oyalar va amaliy tashabbuslar platformasi sifatida tashkil etildi. Сегодня мне выпала честь презентовать прекрасную работу Абу Иса Мухаммада бин Иса Ат-Tirmizi. Biz bugun buyuk muqaddas Abu Iso Muhammad ibn Iso At-Tirmizi hazratlarining mashhur Shamoil an-Nabiy asarini sizlarga faxr va iftixor bilan taqdim etdik. Nashrga asos qilib 1859-1860 yillarda mashhur sharqshunos va ilohiyotshunos Husayn Fayzxonov tomonidan ko'chirilgan qo'lyozma olindi. Bu kitob Islom sivilizatsiyasi markazi, Moskva Islom instituti hamda Rossiya Federatsiyasi musulmonlari diniy boshqarmasining birinchi qo'shma loyihasidir. Это наш первый совместный проект Центра исламской цивилизации. Tadbir davomida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi bilan ISESCO, Irsika, Turksoy, Iordaniya Hoshimiylar idorasi kabi 6 ta xalqaro tashkilotlar o'rtasida anglashuv memorandumi, hamkorlik shartnomalari imzolandi. Yalpi majlislarda 37 ta ma'ruzalar tinglandi, 5 ta kitob va ilmiy innovatsion loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Barcha ishtirokchilarga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qimmatbaho esdalik sovg'alari topshirildi.
Samarqand viloyati Payariq tumani. Bu yerda davlatimiz rahbari boshchiligida buyuk vatandoshimiz hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy majmuasi qaytadan bunyod etildi. Imom Buxoriyning islom ilm faniga qo'shgan beqiyos hissasi tufayli har tang asrlar davomida ziyoratchilar tashrif buyuradigan muqaddas maskanlardan biri bo'lib kelmoqda. 9-iyul kuni Imom Buxoriyning Al-Jomi as-Sahih asari ummat kitobi taqdimoti uning nomi bilan ataluvchi mazkur majmuada o'tkazildi. Al-Jomi as-Sahih asari ummat kitobi ISESCO bilan hamkorlikda O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi tomonidan nashr etildi. Jumhuriyat O'zbekiston. Bu kitobni tayyorlashimizda ISESCOga yuzlab ilmiy tadqiqotlar kelib tushdi. Biz maxsus ilmiy hay'at tuzdik. Ushbu hay'at barcha maqolalarni xolisona baholab, ular orasidan eng sara 36 ta ilmiy ishni tanlab oldi. Ana shu maqolalar mazkur kitobga jamlandi. Bu kitobni men ummat kitobi deb hisoblayman. Xuddi Sahih al-Buxoriy qanday qilib butun musulmon ummati tomonidan har bir harfi va har bir so'zigacha o'rganilgan bo'lsa, bu kitob ham bitta muallifning emas, balki butun bir ummatning mehnati mahsulidir. Islom sivilizatsiyasi va zamonaviy dunyo meros muloqot va taraqqiyot mavzusidagi plenar sessiyada Tunis davlatining sobiq din ishlari bo'yicha vaziri Bayt al-Hikma akademiyasi a'zosi Abdujalil Salim minbarda Imom Buxoriy qabrini ziyorat qilgani va uning islom dunyosi oldidagi xizmatlari haqida gapirar ekan ta'sirlanib ko'zlariga yosh oldi. لماذا بكيت؟ بكيت لأنني إلى الآن أبكي لأنني تأثرت بزيارة قبره. Men kuni kecha Imom Buxoriy hazratlarining ziyoratgohida bo'ldim va bu ziyoratdan juda qattiq ta'sirlandim. Nega yig'ladim? Men hozir ham yig'layapman. Chunki uning qabrini ziyorat qilish, tug'ilib o'sgan yurtini ko'rish qalbimni oziqlantirdi. Men buyuk olimlarni bag'riga olgan O'zbekiston zaminini ko'rdim. Beruniy ilmiy merosini o'rgangan insonman. Shuning uchun ham bu muborak zaminni alohida qadrlayman. Respublika prezidenti murojaatida bizda buyuk xazina bor va uni taraqqiyotimiz yo'lida ishga solishimiz kerak dedi. Men shuni angladimki, bu davlat ushbu g'oyaga amal qilmoqda. Sizlar Imom Buxoriyning farzandlarisiz. Butun dunyo faxrlanadigan ana shunday buyuk merosga egasizlar. Shu bilan faxrlaning. وتفتخروا بالحضارة الإسلامية. شكرا. Islom sivilizatsiyasi, tinchlik, bag'rikenglik va ilm ma'rifat yo'li mavzusida o'tkazilgan 1-xalqaro islom konferensiyasi forumi 10-iyul kuni o'z nihoyasiga yetdi. Samarqand shahrida davom etgan forum davomida 3 ta xalqaro konferensiya va 11 ta yalpi majlis o'tkazildi. Termiz shahrida bitta xalqaro konferensiya va shu'ba yig'ilishi muvaffaqiyatli tashkil etildi. Forum yakunida tarixiy hujjat 1-xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi ishtirokchilarining O'zbekiston Respublikasi prezidentiga murojaati o'qib eshittirildi. Xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi aynan muborak juma kunida Samarqandda o'z yakuniga yetgani ham o'ziga xos ramziy ma'noga ega. Shu muborak kunda dunyo davlatlaridan tashrif buyurgan yuzlab olimlar, ulamolar, xalqaro tashkilotlar rahbarlari va rasmiy delegatsiyalar juma namozini Ka'bai Sharif imomi Shayx Solih ibn Abdulloh ibn Humayd bilan birgalikda ado etdilar. Namozdan so'ng buyuk muhaddis olim Imom Buxoriy hazratlarining maqbarasini ziyorat qilib, u zotning pok ruhiga bag'ishlab duo o'qildi. Islom sivilizatsiyasi rivojiga qo'shayotgan ulkan hissasi Imom Buxoriy ilmiy ma'naviy merosini asrash va keng targ'ib etish borasidagi sa'y-harakatlari uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqlariga duo o'qib, Alloh taolodan yurtimizga tinchlik, osoyishtalik va farovonlik, xalqimizga esa barokat va baxt saodat tiladilar. Dilfuza Esanova, Husan Jumanazarov, Farruh O'tbosarov, Aziz Yangizakov Yangi zamon informatsion tahliliy dasturi uchun maxsus tayyorlandi.